Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. SCP bazasi. Agent Faber, siz uni ongli deb o'ylaysizmi? Bundan oldin u faqat televideniyada safsata gapirardi. Bilmadim, buni vaqt ko'rsatadi. Kostyumingni kiy. Hey, salom, yaxshimisan? Sen nima bo'layotganini tushunyapsanmi? Biz reklamni tanaffus qilamiz. Kanaldan uzoqlashmang. O'sha tong oddiy bo'lishi kerak edi. Lekin u butun hayotimni o'zgartirdi. Ma'ruza oldidan yugurib g'alati narsani ko'rdim. Qiziq, bu nima? Odamlar katta bir yigit atrofida to'planishgan edi. Shunday savlati bilan qanday qilib yurishi mumkin? Xuddi fildek katta. Yordam beringlar. Umuman nafas ola olmayapman. Bu yurak xurujiga o'xshayapti. Tarqalinglar, unga havo kerak. Mana shunday, katta bola, endi nafas olishing osonlashadi. Baqiraymay yordam beringlar. Iltimos. Yordam bering. Tibbiyot kollejida bemorlar alahsirashini o'rgatgan, lekin bunga tayyor emasdim. Shunday kunlar ham bor ekan. Yigit to'satdan xom go'sht bo'lagini olib yeya boshladi. Jin ursin. Ovqatlanish vaqti keldi. Iltimos, yordam beringlar. Bas qil, qani tez menga buni ber. Ay, senga nima bo'ldi? Bu g'alati telbalik. U yig'ladi, lekin to'xtamay ovqat ham yedi. Keyin tutqanoq tutdi va "Ey, yo'q, o'lishga jur'at qilma. Tez yordam yo'lda." La'nati. Qanday jirkanch. Voy, u o'ldimi? Kunning yomon boshlanishi. Bu nima bo'ldi? Haydovchilik guvohnomasi, ismi Roberta Chase. Bu haligi baqaloqmi? Bu surat qachongi? Jin ursin, kech qolyapman. G'alati hodisalar darhol boshlandi. Ma'ruzada dahshatli ochlik sezdim. Boshim aylanardi, go'yo bir hafta ovqatlanmagandek. Amanda, hey, sen ahvoling joydami? Chetdan g'alati ko'rinyapsan. Men shunchaki hammasi joyda. Hey, go'zalina, biror narsa yeysanmi? Bu nima edi? Kurt, sen ham buni eshitdingmi? Nimani aytyapsan? Bu ma'ruza haddan tashqari zerikarli. Bu yerda qayerdan ovqat topsa bo'ladi? Nega hech kim bu ovozni eshitmayapti? Balki ertalabki voqealardan charchaganman yoki rostdan ham qornim ochgan. Jin ursin. Amanda, nima qilyapsan o'zi? Nima? Qanday qilib bu yerga kelib qoldim? Ma'ruza dedim. Xotiram yo'qoldi. Endi esa kafeda paydo bo'ldim. To'xtamasdan ovqat yeyapman. O'zimga tegishli emasdek his qildim. Bu juda qo'rqinchli edi. Yo xudoyim, qanday uyat. Imtihonlarga uyda tayyorlanishga qaror qildim. Lekin yana hushimdan ketib, bo'sh muzlatkich oldida yana hushimga keldim. Bu juda dahshat edi. Yo xudoyim, menga nimalar bo'lyapti? Ertasi kuni vaziyat yanada yomonlashdi. Kurt, azizam, menda nimadir noto'g'ri. Televizor va nachos bizga yetarli. Jin ursin, qanchalik ochman. Butunlay aqldan ozdingmi? Sen meni tishlab olding-ku. Iltimos kechir, nima bo'lganini bilmayman, lekin bilaman. Sen ishtahangni to'xtata olmaysan. Tarozga qachon chiqding o'zi? Nima? Qanday jur'at etding? Dasturda navbatdagi uchrashuv tugadi. Yana o'sha ovoz. Boshimdan chiq, jim bo'l.
Kim bilan gaplashyapsan, telba? Kurt haqli edi. So'nggi paytlarda ancha vazn orttirib, mashqlarni esa kuchaytirdim. Ha, shunaqa. Ammo bu meni yanada yomonroq his qildirdi. Televizor qarshisida o'tirgimiz kelyapti. Paqirdagi muzqaymoq yegim kelyapti. Jim bo'l. Sen mavjud emassan. Qarshilik qilma Amanda, menga itoat qil. Yo'q, yana emas. Qanaqasiga? Yo'q. Nimalar bo'lyapti? Yana meni xotiram yo'qoldi. Sal qolganida mushugimni yeb qo'ygan bo'lar edim. Hech qachon bunday qo'rqmagan edim. Har soniya semirib, g'alati ovozlar eshitib, o'zimni boshqara olmay qoldim. Menga aniq yordam kerak edi. Va to'satdan Robertning haydovchilik guvohnomasi. Vilwood ko'chasi, 1162-uy. Hammasi Robert yuzimga qusganidan boshlandi. Uning uyiga oilasidan biror narsa bilish uchun bordim. Balki u menga qandaydir virus yuqtirgandir. Lekin bu yer muhrlangan edi. Yo xudo, endi nima bo'ladi? Bu yerda nima hidlayapsan? Jinurson qo'rqitib yubordingiz. Yo xudo, hech narsa. Bu yerda nima bo'lganini bilmaysizmi? Bilmaganimda yaxshi bo'lar edi. Xullas, mana bunday. Qo'shnisini aytishicha, Bob, ya'ni ular uni shunday deb atashar edi. Ota-onasi bilan shu yerda yashagan, sportchi va odobli yigit edi. Lekin u yaqinda misli ko'rilmagan darajada kattalashib ketdi. Har kuni u g'alati harakatlar qilar edi. Butun kun davomida televizorga tikilib ovqat yer edi. Go'yo kimdir yigitning ichiga kirib, o'zini butunlay yo'qotgandek edi. Uning ota-onasi joylari jannatda bo'lsin. Undan xavotirlanib Bobni parhezga o'tkazishdi. Bir necha kun u bardosh berdi. 3-kun aqldan ozib ota-onasini o'ldirdi. Ya xudo, juda ayanchli. Ularni bo'laklarga bo'lib yemoqchi bo'ldi. Dahshat. Keyin u qochishga harakat qildi. Aytishlaricha, yuragi dosh bera olmadi. Uni parkda bir joyda o'lik holda topishdi. Demak, Robert ochko'zlik bilan yeb yotgan go'sht. Voy yo'q, qanday dahshat. Eng yomoni, bu fikrlardan qornimda ochlik sezdim. Kechirasizlar, men Robert Chesning ishini olib boryapman va siz u haqida so'rayotganingizni tasodifan eshitib qoldim. U sizning tanishingizmi? Yo'q, men shunchaki buni topib unga topshirmoqchi edim xolos. Bob haqida detektivdan so'rashim kerak edi, lekin boshim aylanib oyoqlarim o'z-o'zidan ovqatga olib ketdi. Bizni divan va 2 karra cheeseburger va kechki shou qutqaradi. Jim bo'l, meni tinch qo'y. Yo'q, endi biz bir butunmiz, sen va men. Keyin qornimda biroz og'riq sezdim. Yo xudo, bu nima? Bu shunchaki qo'rqinchli tush. Jinurson, nimalar bo'lyapti? Kurt, iltimos, menga keraksan. Menga nimadir bo'lyapti. Iltimos. Kechir Amanda, men shahardan bir necha kunga ketdim. Keyinroq ko'rishamiz, mayli. La'nati, hech qachon yonimda bo'lmaydi. Bu Kurtning mashinasi-ku. Nima shahardan ketdim dedingmi? Bu baqaloq xotin bilan aloqada bo'lishni xohlamayman. Nima? Voy Jinurson, senimi hali men? Sen nima qilishni yaxshi bilasan. Bizni juda qornimiz ochdi. Nima bo'ldi? Hech narsani eslolmayapman. Yaxshi eslolmayapman. Lekin men aniq ruhiy kasalxonada ekanligimni tushundim. Rostdan ham aqldan ozganmanmi? Yaxshi, yonimdagi yuz va jirkanch ovoz bu shunchaki qornimda edi. Hammasi miyamdagi ovozlar. Meni hozir davolashdi. Men televizor ko'rib ovqat yemoqchiman. Televizor. Hammasi yaxshi bo'ladi, Amanda. Sen ishonchli qo'llardasan.
Balki dorilar ta'siridir, lekin tanamni boshqara olmayotgandek his qildim. Ha, biroz og'riqli. Jin ursin hammasini. Ba'zida g'alati tasavvurlar ko'rdim. Davolash yaxshi ketayotgan edi, to yonimda bir og'riqni his qilgunimcha. Judayam qattiq og'riq edi. Jin ursin, nega harakatlana olmayapman? Meni nima bilan to'ldirishyapti? Ey, kimdir bormi? Menda nimadir bor. Hozir kim gapirdi? Hazillashyapsizmi? Albatta Amanda Gold. Nega men harakat qila olmayapman? Asabiylashma. Bizga tinchlantiruvchi dori kerak. Men ota-onam va Kurtga qo'ng'iroq qilishni xohlayman. Men bir haftadan beri bu yerdaman, lekin ular meni ko'rishga kelishmadi. Qancha vaqtdan beri bu yerdasiz? Nega hamma bunchalik g'alati harakat qilyapti? Erkak niqobini yechdi, yuzi menga tanish tuyuldi. Faqat yoshi ancha kattaroq ko'rindi. O'zi nimalar bo'lyapti? Yo xudoyim, menga nima bo'ldi? Men bu yerda qancha vaqt bo'ldim? Kechirasiz, lekin siz so'nggi 15 yil davomida SCP jamg'armasining shifoxonasida yotibsiz. Obyekt 2611 butun tanangizni va ongingizni ham o'z boshqaruviga olgan. Shuning uchun yana siz bilan gaplashayotganimga hayronman. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Yolg'on gapiryapsiz. Jin ursin, qanday og'riqli. Bu agent Faber. Tezlik bilan D blokdagi operatsiya xonasini tayyorlang. Men yana haqiqatdan uzoqlashayotgan edim va bu safar reklama tanaffusdan so'ng qaytmasligini bildim. Nima deb o'ylaysiz? U omon qoladimi? Afsuski, uning imkoniyati yo'q. Men bunga anchadan beri ishongan edim. Men fondda endigina ishimni boshlagan edim. Bob Chase ishini tergov qilardim. U juda tez semirib ota-onasini yemoqchi bo'lgan va qochayotganda dahshatli o'lim topgan. Tekshiruvlar g'alati hech narsani ko'rsatmadi, lekin men yana borib qaytadan hammasini tekshirishga qaror qildim. O'sha yerda Amandani birinchi marta ko'rdim, lekin ishni yopish uchun hali erta edi. Tez orada Amanda aqldan ozib, do'stlar orasiga bostirib kirib, hammani tishlay boshlagan. U sobiq yigitini butun yuzini g'ajib tashlagan. Rasmlarini ko'rdim, bu juda dahshat edi. Amanda Bob bilan qanday bog'liq edi? Keyinroq aniqlaganimda Bob Amanda ustiga qusib yuborgan edi. Shunday qilib obyekt chirigan tanadan yangi tanaga o'tib olgan. Politsiyadan so'ng Amanda bizga keldi. Lekin u o'zini ruhiy shifoxonadaman deb o'ylar edi. 2611 obyekti bu yog'li tanadagi barcha hujayralarni va u odamning miyasini tobora ko'proq nazorat qilardi. Ha, achinarli. Men uni so'roq qilib, anomaliyaning maqsadi bormi yoki yo'qmi, shuni bilmoqchi edim. Lekin u ovqat, televizor va yana bema'ni gaplarni talab qildi. Do'kondan quruq nonushtalar sotib oling, keyin ob-havo ma'lumoti. Biz bu obyektni jarrohlik usuli bilan Amandaning tanasidan ajratib olmoqchi bo'ldik. Lekin u barcha muhim organlarga bog'lanib olgan ekan. Faqat kuzatish qolgan edi xolos. Shunday qilib 15 yil o'tdi. Siz ham buni ko'ryapsizmi? Yo'q, xudoyim, anomali yo'q. Amanda tanasidan mustaqil tanaga aylandi. Dora, kamerani tayyorla. Ey do'stim, bu yerda nimalar bo'layotganini tushunyapsanmi? Reklama tanaffusiga chiqamiz. Boshqa kanallarga almashtiramiz. Ha, u hali ham televizion safsatalar gapiryapti. Aqli xuddi yosh bolanikidek. Albatta, u atiga 15 yoshda-ku. Hayratlanarli, u ko'z oldimda ulg'aydi. Kim bunday bo'ladi deb o'ylabdi? Chunki biz Amandani hayotda saqlab turdik. Oddiy sharoitda u bu semizlik bilan uzoq yasholmasdi. Buning uchun minnatdorman. Nima deding? Boshqa tanalar tezda halok bo'ldi. Men ulg'ayishga ulgurmadim. Sizlarga katta rahmat. Yo'q, xudo, u aqlli ekan. Ehtiyot bo'ling, Brinkli. Endi men ovqat berishim kerak. Yo'q, jin ursin. Yog'dan ehtiyot bo'ling, kostyumni yechmang. La'nati. Jin ursin.
Qani ketdik. Uni o'tkazib yubormang. U tashqariga chiqishi kerak. Qanday dahshat. Umumiy signal obyekt saqlash shartlarini buzdi. 17-kamera X-Hauser'ni tezda olib keling. Tezda polga yot. La'natda. U S blogiga yo'l oldi. Tezroq. Yo'q. Biz kechikdik. Tezda shahar kanalizatsiyasini tekshiring. Politsiyaga yo'l ko'rsating. Uni topishimiz kerak. Xo'p, janob. Jimmy, bismillah deb ye. Men hozir tezda qaytaman. Aha. Nima bu? Juda ham shirin yog'larni atiga 99 sentga sotib oling. Ey do'stim, bu tozalangan zona. Sen kimsan o'zi? Men odamlarni o'zlashtirib, ulg'ayib o'sdim. Nima, sen dovdirmisan? Hozir охранаlarni chaqiraman. Yo'qol bu yerdan. Endi odamlar meni yeyish kerak. Shunda yana ham ko'payaman va butun dunyoni boshqaraman. Xo'sh, kanalizatsiyalarni tekshirdi, ammo hech narsa yo'q. Yo'q, tutgich ham bo'sh. Qayerga borishi mumkin? Balki hojatxona orqali chiqib ketgandir. Shaharda deyarli 100 mingta hojatxona bor, har birini tekshira olmaymiz. Unda nima qilamiz? Shaharda karantin e'lon qilamiz. Har safar uchun agentlar va bu ifloslikni qanday yeyapsan? Oddiy ponchiklar juda mazali. Sen ham sinab ko'r, agent Payber. Ishonaver, yog'li ovqatlar seni albatta o'ldiradi. Agar o'ldirsa ham unchalik tez emas. Yaxshi, unda ketdik. Vaqt kutib o'tirmaydi. Qoravoylar, yangi video chiqishi uchun kanalga obuna bo'ling. Tezroq. Do'stlar, kanalni mehnatini qadrlash uchun like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Sizga video yoqdimi? Kommentda yozing. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.